Xo'p, biza rasmni mana shu matnni chap tarafiga yoki o'ng tarafiga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun biza ikki xil yo'l bilan ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, biza demak vstavka bo'limidan kirib, risunkidan demak o'sha bizani joylashgan faylimizni, ya'ni rasmimizni tanlab olamiz, vstavить qilib olamiz. Bizda rasm mana chiqib keldi. Demak, rasmimizni o'ng tarafga yoki chap tarafga joylashtirishimiz uchun biza mana bu yonida turgan demak qismda foydalanib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Agarda bu narsa yo'q bo'lsa, demak eng tepada format с рисунками degan bo'lim отдельно ochiladi rasm uchun. Demak bu yerda biza обтеканный tekst degan joyiga murojaat qilib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu demak papkamiz, ya'ni faylimiz, ya'ni o'sha rasmimiz qanaqa holatga tushishini, demak mana rasmimiz demak o'rtaga qo'yib olishimiz, bunday holatga qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa biza o'rtaga bunday qilib joylashtirib qo'yishimiz ham mumkin, o'ng tarafga joylashtirib qo'yishimiz ham mumkin bo'lar ekan. Demak bu rasmni qo'yishi bitta turi. Yana bitta oson yo'li, demak biza pastga mishkamizni, o'sha Word'imizni pastga tushirib qo'yamiz. Rasmimizni mishkani chap tugmasi bilan bosib olamiz, qo'yavermaymiz-da. O'sha Word hujjatimizni oldiga olib kelamiz, ochiladi Word'imiz. Hop. Sal kichkinaroq qilamiz. Word'imizni olib kelamiz, tashlaymiz. Va biza demak xuddi shu jarayonni sal kichkinaroq qilamiz buni. Demak buni biza formatga qo'yib, обтеканный tekst orqali demak сквозный degan qismini qo'yib olamiz. Bu demak matnimizni xohlagan tomoniga qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham bitta osonroq varianti. Demak o'sha matnimizni demak mishkani chap tugmasini ushlab turib qo'yavermasdan qo'yib olish ham mumkin. Yoki demak o'sha vstavka bo'limidan risunka orqali ham demak rasmimizni qo'yib olishimiz ham mumkin. Ikki xil variant.